Messining bu ajoyib goli. Nimaga u ikkinchi jahon chempionligini olmoqchi ekani yana bir bor isbotlaydi. Vaziyat Misr jarima maydonida boshlanadi. Messi uzatma beradi. To'p misrlik himoyachining oyog'idan qaytib havoga ko'tariladi. Shu payt vaziyat tugagandek ko'rinadi, lekin eng qiziqrog'i hali oldinda edi. To'p pastga tusha boshlaganda argentinalik futbolchi akrobatik zarba bilan jamoadoshini jarima maydoniga olib chiqadi. Jamoadoshi to'pni qabul qilganda to'p juda tez kelayotgandek ko'rinadi va himoyachi to'liq tezlikda unga yaqinlashib bosim o'tkazadi. U mukammal ko'rinmaydigan to'pni qabul qilish yo'lini tanlashga majbur bo'ladi. Aynan shu paytda 4 ta misrlik himoyachi katta tezlik bilan tor bo'shliqda unga tashlanadi va futbolchi hech qanday xatoga